Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ham aytadilar. Alloh taolo Qur'oni Karimda ham aytadi. La yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Alloh taolo hech qachon bir jonni toqatidan tashqari muammolarni, qiyinchiliklarni ularni ustiga taklif qilib yuklatmaydi. Alloh taolo bizni ustimizga qaysidir musibat kelgan. Otamiz vafot etdi, qizimiz kasal, masalan. Onamiz betob yoki oila ajrashuv yoqasiga kelgan. O'sha musibatga bizni toqatimiz yetadiki, Alloh taolo bizni ustimizga shunday musibatlarni yuklab qo'ydi. Agar toqatimiz yetmaganida, bizni kuchimiz yetmaganida Alloh taolo u musibatlarni, u mas'uliyatlarni bizni bo'ynimizga yuklamaydi. Eng qiziq joyi shunda. Odamlar besabrlik qiladi, o'zini ichkilikka beradi, o'zini chekishga beradi, o'zini qiyinchilikka beradi, noumid bo'ladi, xafa bo'ladi. Birodar, xafa bo'lmang. Agar sizni toqatingiz yetmaganida Alloh sizni ustingizga yuklamasdi buni. Allohga shukr keltiring, Alloh taologa shukr qiling. Sizni toqatingiz mana shu narsaga yetarkan, Alloh taolo sizni ustingizga mana shu qiyinchilik bo'ladimi, mas'uliyat bo'ladimi, yutuq bo'ladimi, mansab bo'ladimi, nima bo'lsa, Alloh taolo sizni toqatingizdan ziyodasini sizni bo'yningizga yuklamaydi. Alloh taologa shukr aytishlik, har bir musibatlarga, har bir narsalarga inshaalloh bizusiz har birimiz sabr ila, yaxshilik ila Alloh taoloni arqonini mustahkam olgan holatda hayotimizni davom ettirmoqligimiz kerak. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Alloh taoloni arqonini mustahkam oling, ya'ni dinni mustahkam oling. Shariatni mustahkam oling. Hadisni, Qur'onni, shariatni mahkam tutsangiz, albatta inson najotga yetadi. Najot mana shunda. Najotni boshqa narsadan izlash xato. Va mana shuning uchun har bir bandalar Alloh taolodan so'rasalar, Alloh taologa tavakkul qilsalar, Alloh taologa yopishsalar, inshaalloh maqsadlari, holatlari hol bo'ladi. Maqsadlari ravo bo'ladi. Alloh taolo hammalarga Allohning o'zi yengillik beradi inshaalloh. Bir odamdan qarz so'raganida, qarz beruvchi odam sen bizga vakil keltir dedi. Bu odam aytdi, vakilim Alloh. Unda biror bir kafiling bormi? Sen to'lamasang, sen nomingdan to'lovchi bormi dedi. Shunda aytdiki, kafilim ham Alloh, vakilim ham Alloh, kafilim ham Alloh. Men orada odam qo'shmayman dedi. 1000 tilla tanga oldi qarzga. U ham berdi, vakiling ham Alloh, kafiling ham Alloh. Men shunga ishondim. Mana bu senga qarz so'ragan miqdor, mana 1000 tilla tanga. Uning uyi dengizdan u tomonda edi. Kemani mindida 1000 tilla tangani oldida kemani u tomoniga minib tijoratini qilib, ishini bitirib, holatni yakunlab, aytilgan vaqt, aytilgan muddatdan bir kun oldin 1000 tilla tangani tayyorlab dengizni oldiga kelsa, o'sha kuni shamol bo'lyapti, kema yo'q, u tomonga o'tadigan kema yo'q. Lekin va'da bergan. Nima va'da bergan? Vakilim ham Alloh, kafilim ham Alloh. Shunda aytdiki, men Allohni o'rtaga qo'yib va'da berganman. Aytilgan vaqt kelyapti, lekin sabablarga ko'ra kema yo'q. Alloh taologa duo qildi. Ya Robbiy, seni men kafil qilganman, seni vakil qilganman. Mana shu har bir narsani egasi o'zingsan. Dedida bir to'nkani oldi, bir taxtani oldi, ichini o'yib, 1000 tilla tangani qo'yib, yaxshilab boylab, suv kirmaydigan qilib, dengizga otib yubordi. Sen bilasan meni kimga berishligim kerak ekanligini. Bu dengiz ham, shamol ham, pul ham, men ham va qarz olgan odamim ham seniki. Dedida dengizga otib yubordi. Bu kun senda aytilgan vaqt kelyapti. Shu odamni men kutib olay degan ma'noda dengizni oldiga qarz bergan odam chiqsa, haqiqatda shamol bo'lyapti.
birorta dengizda kema yo'q, hech kim kelmayapti, lekin qalbida bir noumidlik bor. Axir va'da berdi, Allohni o'rtaga qo'yib, kafilim ham, vakilim ham Alloh dedi. Qanday bo'ladi bu holat dedi. Ozgina kutib turdi, shamol bo'lyapti. Kutganda ozgina kech kirdi, kech kirganda mayli endi kelmasa kerak, boshqa kun kelsa kerak. Lekin Allohni o'rtaga qo'yib ham va'dasini ustidan chiqmadi degan xavf qalbida bor edi uni. Endi uyga qaytayotgan edi, dengizning labida bir o'tin turibdi, to'nka turibdi, bir taxta turibdi. Shuncha joyga keldim, endi shuncha kutdim. Uyga quruq bormay, hech bo'lmaganda mana shu kelgan o'tinni olib boray degan ma'noda o'tinni oldida ko'tardida uyiga jo'nadi. Uyiga jo'natsa, o'tinni quritib ichini ochsa, boltasi bilan bir ursa, ichidan pul, o'sha 1000 tilla tanga. U o'yladiki, demak kel olmadi. Mana shu bilan tavakkal qilib Alloh taoloni o'rtaga qo'yib mana shuni yuborgan, mengacha keldi endi bu. U joyda u tijorat qilgan ovora haqqoniy ravishda uning qo'ligacha o'zi yetib bordimi yoki yo'qmi? Yana 1000 tilla tanga oldida beliga bog'ladida, shamol tingandan keyin kemaga o'tirib uni uyiga keldi va aytdiki, birodar, men sizdan Allohni o'rtaga qo'yib olgan pulim mana. Uzr so'rayman, kema yo'q edi, shamol bo'ldi. Bugun mana kemalar yurishni boshladi, men sizga pulingizni keltirib beryapman. Deganda u aytdiki, men siz yuborgan pulni oldim. Siz to'nkani ichida siz yuborgan ekansiz, o'sha kuni aytilgan vaqt, aytilgan muddatda olganman. Bunisi ortiqcha olib qo'ying o'zingizga dedi. U odam aytdi, men yuborgandim, lekin ishonmadimki, siz uni olgansizmi, uni qabul qilgansizmi, sizgacha yetib kelganmi yoki yo'qmi? Degan ma'noda men o'zim yana pul ko'tarib keldim dedi. Yo'q, aytdiki, u men olganman, onamiz ochiq. Bu pulingizni ola olmayman dedi. Haqiqatda insonning maqsadi mana shu. Alloh taolo uchun amal qilinsa, Alloh taolo uchun qadam qo'yilsa, har bir amallar Alloh uchun bo'ladigan bo'lsa, Allohni, uning rasulini va payg'ambar sollallohu alayhi va sallam aytganlaridek, atiulloh va atiur rasul va ulul amri minkum. Allohga ibodat qiling, itoat qiling, payg'ambarga ergashing va o'zlaringizdan bo'lgan rahbarlar, ularni gapiga itoat qiling degan shariatni buzuvsiz mahkam tutsak inshaalloh, Alloh taolo uchun amallarda bardamon bo'lsak, xolis, Alloh taoloni o'zi buzuvsizni ishimizni to'g'rilaydi. Allohni o'zi ishimizni o'nglaydi, ibodatlarimizni qabul qiladi. Maqsadlarimizni, va'dalarimizni to'g'ri va sobit bo'lmog'ini Alloh taoloni o'zi inshaalloh ta'minlab beradi. Mana shuning uchun bugungi kunlarda Alloh taoloni o'zi yaxshiliklar bersin, fazilatlar bersin, barakot bersin. Alloh taologa chin ma'noda ibodatlar qilishligimizni Robbim nasib aylasin. Bugun aytyapmiz, payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning hadislarini obro'sizlantirishlik. Payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning bizlarga buyurgan buyruqlariga e'tiborsizlik qilishlik juda xato. Musofirman deydi, sunnatni o'qimasam bo'ladimi deydi. Ham bo'pti, bo'ladi, lekin birodar, tog'ga dam olishga boryapsiz. Qanday sunnatni o'qimaysiz? Nimaga o'qimasligingiz kerak? O dam olishga borgansiz-ku. Musofir bo'lsiz, ishingiz og'ir, vaqtingiz tig'iz. O'zi bir mushkila va musibat bilan musofirchilikka chiqqansiz. Unda mayli. Lekin chorvoqqa, toqqa, u yoqqa, bu yoqqa bugungi issiq kunlarda dam olishga boradiganlar hatto sunnatni o'qimoqchi emas. Alloh taoloni o'zi panoh bersin. Ibodatlarimizni ko'paytiraylik. Xolis ibodat qilaylik. Chin ma'noda ibodat qilaylik. Nega sunnatlarga biz beparvo bo'lmasligimiz kerak? Chunki erta qiyomatda Alloh taolo hisob-kitob qilayotgan vaqtda farz amallarimizga Alloh qaraydi. Farz amallarimizda kamchilik bo'lsa, Alloh taolo farishtalardan so'raydi. Yana buni boshqa namozlari bormi deydi. Boshqa namozlar qaysi namozlar? Sunnat namozlar. Ha, bor sunnat namozlari desa olib kelib hisoblattiradi Alloh taolo. Yana boshqa buni namozlari bormi? Bor, nima namozlar? Nafl namozlari bor.
taroveh o'qigan, tahajjud o'qigan, shukrona o'qigan, tahiyyati masjid o'qigan. Bormi yana namozlari? Ha, bor namoz. Olib kelinglar deydida, yana farzga hisoblab turadi. Unda to'liq bo'lsa inshaalloh Alloh taoloni o'zimga fazl beradi. Demak, kerak vaqtda mana shu sunnat namozlar ham, nafl namozlar ham bizga asqotadimi? Xotadi albatta. Shuning uchun buzusiz bu namozlarga beparvo bo'lmaylik. Kim ayta oladi? Meni yoshligimdan namoz farz bo'lgandan keyin meni qazoyim yo'q. Bitta ham qazo namozim yo'q deya olmaymiz-ku. Shuning uchun bugun namozlarda mustahkam bo'ling. To'yinki u sunnat bo'lsin, to'yinki u nafl bo'lsin, to'yinki u tahiyyati masjid bo'lsin, to'yinki u shukr vuzu bo'lsin, to'yinki shomdan keyin o'qiydigan namozlar bo'lsin, farqi yo'q. Namozlarda mustahkam bo'lingki, Alloh taoloni o'zi savoblarimizni ziyoda aylasin. Ibodatlarimizni qabul aylasin. Farzand va zurriyotlarimizni qorilardan, olimlardan, hojilardan bo'lishliklarini Robbil alaminning o'zi inshaalloh hammamizga taqdir qilsin.